Salom do'stlar, sizlar bilan Doktor Oybek. Bugun birgalikda yana bir uy sharoitida tishlarimizni oq ko'rinishga keltiradigan mahsulot HiSmile Velvet Store to'g'risida birgalikda gaplashamiz. Bu qanday mahsulot? Tishlarni haqiqatan ham oqartiradimi? Oqartirish jarayoni qancha vaqt kechadi? Birgalikda undan foydalanamiz va xususiyatlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. HiSmile Velvet Store mahsuloti qanday mahsulot o'zi? Bu tish pastasimi? Buni birinchi marta men ham ochib ko'raman. Hozir ochilmayapti. Boshqatdan qilaylik. Bu mahsulot binafsha rangli suyuqlik hisoblanadi. Shuning uchun men ham bugun galstugimni binafsha rangligini taqib oldim. HiSmile Velvet Store oqartiruvchi suyuqligi rang korreksiyasi prinsipiga asoslangan mahsulot hisoblanadi. Fizika va ranglarni nazariyasiga ko'ra binafsha rang sariq ranglarni neytrallaydi va natijada tishlarimizni qisqa muddatli oq ko'rinishda ko'rsatib beradi bizga. Bu HiSmile Velvet Store mahsuloti qachon foydalaniladi? Agarda siz tishlaringizni oqartirgan bo'lsangiz, professionalni oqartirgan bo'lsangiz, o'sha oqartirishni ushlab turish uchun vosita sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu tishlarni oqartirmaydi. Buni tarkibida kimyoviy moddalar bo'lmaganligi sababli tish emaliga ta'sir ko'rsatmaydi. Xavfsiz vosita hisoblanadi, lekin bundan foydalanganimizda nima uchun tishlarimiz oq ko'rinadi deganda, yuqorida aytganimizdek, binafsha rang sariq rangni neytrallash hisobiga tishlarimiz qisqa muddatli oq ko'rinishni bizga ko'rsatib beradi. Bundan foydalanish qaysi? Masalan, muhim uchrashuvlar bo'lsa, yokida Instagramga chiquvchilar yoki televideniyaga chiqadiganlar, ko'rsatuvga chiqadigan insonlar bundan foydalanib chiqsa, ana o'sha damda tishlaringizni oppoq ko'rinishda ko'rsatib beradi va yana mahsulotlar iste'mol qilganingizdan keyin o'zingizni tishingizni rang holatiga qaytadi. Bu tishni rangini o'zgartirmaydi. Uni ustidagi sariq pigmentlarni shunchaki yo'qotib, sizga tishni oppoq ko'rinishini ko'rsatib beradi. Keling birgalikda undan foydalanib ko'ramiz va xulosa yasaymiz. Xulosa qilib, HiSmile Velvet Store mahsulotiga xulosa yasaydigan bo'lsak, binafsha rangli, yaxshi, ta'mi qolgan tish pastalariga o'xshaydi, suyuqroq, shuni inobatga olasiz va zararsiz, chunki bu kimyoviy tarkibga ega emas. Tishlarimizni kimyoviy ta'sir ostida oqartirmaydi. Shunchaki pigmentlarni yo'qotadi va oq ko'rinishni qisqa muddatli bizga taqdim etadigan mahsulot hisoblanadi. Undan foydalansa bo'ladi. 30 mg bizga taxminan bundan foydalanish qachon? Ana shu Instagramga blog yurgizadigan insonlar blog qilishdan oldin, kontent yaratishdan oldin foydalanib chiqsa bo'ladi yoki muhim uchrashuvlarga borishdan oldin foydalanib chiqishga yetadigan mahsulot hisoblanadi. HiSmile Velvet Store tish oqartiruvchi suyuqligi tishlarimizda karies ham keltirib chiqarmaydi, karies kelib chiqishligini oldini olmaydi ham. Hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Faqatgina rangni tishlarimizni oq ko'rinishligiga yordam beradigan vosita hisoblanadi. Uni tarkibida hech qanday bizning tishlarimiz uchun foydali ham zararli bo'lgan moddalar mavjud emas. Bu xuddi buni kosmetik vosita sifatida bemalol foydalansangiz bo'ladi. Buni uzun marketlarda 45 mingdan 90 ming, 180 ming atrofida sotib olishligingiz mumkin bo'ladi. Siz ham foydalanib ko'ring. Agarda biz ko'rmagan jihatlarni ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring va sizga qanday ta'sir qildi, natijasi qanday bo'ldi, ana shular haqida izohlarda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Video sizga manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosishlikni unutmang va kelgusi videolarda ko'rishguncha tabassum qiling. Tabassum sizni aslo tark etmasin. Ko'rishguncha.